Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 20 fevral 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 36 so'm 93 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2169 so'm 41 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,216,941 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,4% ga oshdi. Yevro 10 tiyinga tushdi. 1 yevro 14359 so'm 90 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,435,990 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1,2% ga oshdi. Rossiya rubli 14 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 158 so'm 95 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 158,950 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 1,6% ga oshdi. Xitoy yuani 5 so'm 64 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1761 so'm 46 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,761,460 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1,2% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 30 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 56 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7656 Rossiya rubli 12 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1,2% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.